Xo'p, buni endi qo'shib bermang, bu pulni qaytib bera qo'ying desa necha yo'la? Farqi yo'q bizga. Xalosalar, pulni qaytasiz? Necha so'm o'zi bu gilam? Narxi 400 ming. Bari boshqacha o'tib turadi, o'ng ko'zda. Bu imdova toza chiqqan, xudo xolasa. Zallar olsa klientlar. Agar ustuna chon bir kir oladigan bo'lsa, ichine girammi mana? Savol. Girmaydi. Men shuni aytayman, qo'lim bilan italab turib, orasi ochilmaydi tukrman. Assalomu alaykum, Xorazm E'lonlar kanalining obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi foydali videolardan birsini qilyapmiz. Bugun sizlarga ko'pchilik obunachilarimiz so'radi, Viber ko'proq sifati yaxshi, lekin arzon joylardan ko'rsatinglar dedi. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga SAG firmasini arzon joyidan birsi va Viberlar ham ko'proq bor joyidan ko'rsatyapmiz. Hozir bir qator adreslarni tushuntiramiz va videomiz davomida sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni bilib beramiz. Ya'ni durara bormi, dostavka xizmatlarini narx-navolarni turlarini ishlaridan birinchi chetdan ko'rib borasizlar, sizlar uchun foydali bo'ladi deb umidamiz. Kanalimizga albatta yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar va like bosib qo'yishni ham unutmaysizlar. SAG gilamlari banner chiqarilgan obunachilar, yanında yana Damas mashinasi, ya'ni dostavka mashinam turibdi. Menimcha dostavka mashin. Mening gilamlarni ham chiqarib qo'yibdilar. Adreslarni bir qator tushuntiraylik. O'ng tomonimiz Urganch Raycenter bozor, Postkayni ko'rishingiz mumkin. Undan ham Postkay tarafdan kelasizlar. Xullas, o'ng qo'lingizda bo'ladi agar Postkay tarafdan kelsangizlar. Chap tomonimiz Uzgazoil, eski mashina bozori, Zapchas bozor tomonidan kelasizlar. Menimcha adresni hamma o'zi tushundi. Shunda yangi salon turgan o'zi naturallar bor, shuni tengda joylashgan SAG gilamlari magazinidagi SAG gilamlari haqida bugun sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Narx-navolarni ko'rasizlar obunachilar. Endi arzon deyildi, narxlarni ham arzon qilib beramiz. Undan tashqari dostavka xizmatlarini so'raymiz, durara xizmatlarini ish ekan, birinchi chetdan ko'rib borasizlar obunachilar. Sizlar uchun foydali bo'ladi deb umidamiz. Ketdik obunachilar. Assalomu alaykum. Bahodir, sog'ligingiz yaxshimi? Siz qarmang. Siz xudo xolasa ish mikrofonni taqib bersangiz, siz bilan xudo xolasa bir suhbat quramiz endi. Gilamlaringiz haqida bir ma'lumot berib o'tasiz obunachilarga. O'ng tarafda metrajlar turibdi. Bular koridor, spalniya, davaraki masalan. Hamma joyga yetadi, dalan. Yeni bo'ylari har xilda, ya'ni eng kichkinasi 80-50 sm bo'ladi. 50 sm bormi? 50 sm-liklar ham bor endi ayrimlarida. Bu metrajlarimizning eng arzonlari necha so'mdan boshlanadi xudo xolasa endi? Viberlar ko'p ekan. Kvadrat, Avva kvadrat albatta. Eng arzoni masalan qarang. 55 ming so'm. 55. Metrajidan gilamni 80 dan 2,5 adım bo'ladi bular o'zi. Ko'pchilik holatda shunday bo'ladi. Qatori bilan. Standart razmerli. Ne standartlar ham masalan 170 onda turibdi. 220 uninlar ham bor. Buni planlashtirib olaverasiz. Arzoni bu bo'ladigan bo'lsa, masalan bu 65 ming so'm. Bu 55 ming so'm. Farq etadi. Bular 200 ming so'mning narxlarini kelsak-da. Bularni aytib o'taman, sizlar metrajni o'zi bilan cheklanib qolmaydi. Bularni tayyor gilami bor-da. Siz qo'shilgan. 4-5, 4-7 degan zalmi, dalanmi, masalan, kuxnami hamma joyga to'g'ri keladi-ku bular. Ranglari ham har xil, qizil, molochniy rangining. Hozirgi toza ranglardan bular. Bemalol oboylari ham. Bular necha so'm dedik shunda? To'g'ri keladi. Bularning kvadrati 110 ming so'm. Lekin narxlarni tushib, taqab arzon qilib beramiz. Yana kelishasiz. Xudo xolasa. Necha so'm desangiz bo'ladi endi xudo xolasa. Eng oxirini aytang, yo'q, kelishib o'tiribman. Kanalni aytib kelsalar, xudo xolasa buni sizga 95 mingdan qilib beramiz. 95. Ava. Bu novi SAG noda ham bu. SAG ham bu. SAGning endi bir narsa borku, Milanoda yana bor, Pradada ham bor. Ava. Shuni o'ziniki masalan Bellada. Bellada yana. Aytib bo'laveradi-da. Yo'q, kelgan vaqtda klientlar bilishi kerak, oldin aytib kelsa yaxshi-ku. Sizlar ham tushunarli bo'ladi. Gilamdan bering deb. Ava, sizlar ham tushunarli bo'ladi-da. Bo'ldi. Ikkilanmaysizlar. Klientlar ham to'shni aytib keladi. Bo'ldi. Endi masalan narxlari har xil, bir qator bular hozir darochkasi ko'p-ku. G'olisini yayganda siz to'shesini tushuntirib beraman-da. Masalan bir g'olisini yayib ko'rsatamiz, shunda tushuntiramiz. Masalan darochkalarimiz bu yoqda mening assortiment ko'p hali. Turbo bilan cheklanib qolmaydi. Masalan hozir ening metrajimiz, bu ening hozir buni ko'ringani. Buni tushunasiz. Buni hozir bolalar tikib turibdi, bu qalin. Bu 150 ming so'm edi, 130 ming, 140 ming har xil sotilgan. Bularni hozir 110 ming so'mga tushirdik. 110. Bu qalin, qalin yaxshi vajoq. Hozir bu koridor uchun-da yana tikib turibdi. Koridorga tashaladi. Buni tayyor gilam ham bor. Gilam ham bor. Metraj ham bor. Metraj ham bor. Bu koridorni ham, nenikini ham
tavlı joylarim ben hemmesini getiverem. Çünkü bize de rezmirler var. Mabodo rezmiri doğru gelmeyin. Qasa şu mijoz geladi. Mesela men falan gerekliydi. Bize şu rezmiri kesip tikip beremiz mesela. Muammosi. Bir de yine ayrılıkımız var. Eğer mabodo uyunda tikir adam olsa klientni bir yerden rezmirdim doğru gelmeden olsa hem de kichkina mashinkamiz var. Şundan tikip berishimiz mümkün. Aviya borib, onun hizmetlerimiz ham bor da. Motolarmi içinde? Endi olacak narsani qarabdan Объемga qarab, hajmiga qarab bo'laveradi. Aytgancha sizlarda bir dostavka xizmatlanishi yo'q deb tog'a. Dostavka xizmat bo'ladi. 2 milliondan oshsa olgan vaji, masalan, Kavraliyanlarga kelami farqi yo'q. Shu savdo qilsa bo'ldi. 2 milliondan oshsa shaharning ichini besplatniy dostavka qilib beramiz. Endi shaharning ichida dedingiz. Masalan, rayondan ham kelishi mumkin. Bo'ldi. Rayondan keladigan mijozlarimiz bo'lsa agar shu kanalniki, ular 5 milliondan oshsa qilib beramiz. 5 milliondan oshgan to'g'rasalar 5 milliondan oshsa shu dostavkasini qilib beramiz. Kasb tikiradiganlar bo'lsa, bolalar taxlab beradi o'zi. Yana variantlari bor, bular ranglari bor. Ha, svetlari yana bormi? Ava. Bular ham har xilda kelingadi, sizga bir yandan tushuntirib beraman. Endi hozir buni hammasini bir yandan ko'rsatib bo'lmaydi. Ujubeda ba'zi ko'p, bunga bizning ham vaqtimiz ham yetmay qoladi. Ining oddiysi, ining ko'ring. Uchasidan boshlanadi. Oddiysi 50 ming so'm ining. 50. Ava 1 bunda 2, 3 xil rangi turibdi masalan bu yerda. Seri, osmon svet, gök. Yana plus ranglari bor mana. Xudo xolasa mijozda keladi. Orqasini chiqmi? Shundan ber desa, bu orqasi ütoplanni bu 2 kat vazda. Issiqqa, suvga chidamli bu xudo xolasa. Shovqin o'tirmaydi. Changlam tutib turadi. Bemalol buni kuxni, girash joylar, xo'shka va girginlari masalan, obyomlar ham lekin bundan ko'p berib turibmiz. Davlat ishlarina masalan bo'ladi, to'yxonalar bo'ladi, kafelar, restoran ketaveradi. Xudo xolasa bir obunachilar uchun tushasam aytib berasiz. Kelishmasak bo'lmaydi. Narxinimi? Ha, narxini agar to'g'ri aytib aytdidan olsangiz, men shuni narxini masalan 45 ming so'mdan qilib berib beraman. Bundan keyin bu variantimiz bor deyning. Bularga qaraganda salgina qimmatroq yuradi deyning. Qonlash ketaveradi. Ha, bu 65 ming so'm edi. Bularni ham tushirib 55 ming so'm narxini qilib beramiz. 55. Endi bir daha varianti ko'p. Ha, qarangki, bunda o'zi qalınlari bor-da, o'yma varianti bor, 110 ming so'm. Yine bularni ham kelishib beramiz. Keyin bunda yine spalniy kuxnilar uchun boshqacha vajimiz bor, boshqacha qavra. Bular 200 ming so'm, ava 200 mingda 190 ming sotilgan, 200 ming o'zidan ham sotilgan, olgan hajmiga qarab, lekin hozir yine o'zi yozgi chegirmalarni boshladik-ku. Biz bularni ava, xudo xolasa 160 ming so'mdan aytib beramiz mijozlarga. Ajoyib. 1 metr alami, ko'proq alami farqi yo'q ana. Masalan, endi bu spalniy tasandagi ko'p olmaydi-da, ko'pchilik. Azrak bilan yetadi ku. Spalniyni davraklaridan döşab taqlanadi. Bu ajarimiz bor ining. Bular 85 ming so'm edi ining. Bular hozir ining o'zi 70 ming so'm tushirdik takiz. 70 tushdi. Ava. Bu ajining qalinligi bir xil bu bilan, lekin bu o'ymali bo'lgani uchun narxini qimmat chiqadi. 15 ming farq qiladi. O'zi obishni qalalarimiz 80 ming, 100 ming atrofida-ku. 120 ming masalan. Buning narxi 120 ming so'm. 120. Ava. Gazon tushdan gilam ekan bay. Lekin bularning zichlıqlari ham o'zi talabga javob beradi amajdan bu to'g'risi. Zichlığında obunachilar poni zichvach, gelib ko'rishingiz mumkin. Ham zich, ham qalingvach. Bemalol kuxni spalniylarda qiladilar deydi-ki, bo'ladimi? Ranglari har xil bor. Ularni o'zi bir kelib ko'radilar. Xudo qizil svetlar ham bor ekan, ha? Ha, u qizillar ham bor, har xil rangi bor. Uni bir ko'radilar. Keyin Kavralining bu yoqda ularni ko'ringani, bular gilamlarni Kavralini-da yine. Bunning turibdi, bular hammasi razmer 80 dan 4 metrdan 5 metrdan bor. 5liklar ham bor-da. Shu o'rtadagi vajni chasam shu vaj? Bu aksiyami? Bu ham 100 ming so'm bu. Qarani aytasizmi? Ava, qara. 100 ming so'm, ava u o'zi oxiri qolgan, uni size kimlara masalan mijozni qaysi birini dem razmeri to'g'ri kelsa 75 ming so'mdan beramiz. 100 ming so'mlik vaj 75 ming so'm. Endi o'zi bu oxiri qolganda biz ariyandan foyda qilganmiz. Xudoga shukr, bu yandan bizlara foyda zararlab o'tirmay beraveramiz. Bunning hali vajimiz ham ko'p. Chunki endi bu yoqda turibdi. Keyin ining dim chegirmada turgan vajlar bunda turibdi ining. Kelingan. Go'sting, bizlar ham kerak undinglarda. Ha, bu tarafda bor ining. Bu yoqnim sen, bular ham chegirmami polni? Hammasi ikkalasini bilan. Çözümden berber plan. Aytın kahvesine falan sondan berbermen alın nereye de verin kan. İşi vecine. İşi vecine kvadratı 65 bin hem 70 bin hemen satka. 50 bin somdan kılıp veremiz. Rezmire doğru gelse. 50. Yine İbanam görün yine. Bu 120 bin somluk veç ku. Özü kalan. Az bir de görsettim ku. Bunu 80 bin somdan berberemiz. Ahırı kalanı üçünde. 80. 80 binden al. Bulanın ne?
Bularning kvadratini bular rulon bular. Bular ham kelishamiz narxini. Keladilar, arzonroq qilib beramiz. Bular o'zi 70 ming so'm, bular ham tushib beramiz. 60 ga bo'ladimi? Kelishamiz. Olacak ob'yomini qarab ko'proq olsa agar 50 dan beramiz. Bu yanda keyin bularni ko'rsatsak, metrajlarimizni, bular ham qolgan razmerlari kimga nechki to'g'ri kelsa, masalan, o'rta sifatini. Bular 100 ming so'm, o'rta sifat. Bularni biz hozir 75 ming so'mdan beribmiz yana. BSV o'rta sifatda, IBB'ning 75 ming so'mdan bu nivaz doğrusu boshqa yerda topib bo'lmaydi. Shunday deganda o'zi zavoddan hozir buning narxi bermaydi-da. Sizlar endi birdan qolganlarni necha so'm bo'lsa berib turibsiz. Ha, birdan qolib, birdan buningdan metraj-ku bular. To'g'rigan razmerini beraveramiz. Keyin bularni gilamlar ham bor. Shuning narxda qilib beramiz. Keyin bular materialni zo'r vazining. Saqni vazi 130 ming, 140 ming atrofida bo'lgan. Bularni men kvadratini 105 ming so'mdan qilib beraman. Ajoyib. Kimga to'g'ri kelsa, buni ko'rib bu gul emas, boshqacha gullar ham bor bu yerda turgan xalogan gulini sifatini tutib oladi. Bunda bu vazni ko'ring. Buni materiali dumzo'rda. Buni shakkini. Bu menimcha eng qalin variantlardan. Qalinlar ava. Bular 200 ming atrofida yuradigan gilamlar. Bularni biz 140 ming so'mdan qilib beramiz. 140. Xudo xolasa 140. Rastan berasizmi? Ha, rastan beramiz. Shu real. Bu razmerlar bormi bunaqa? Shurda bor razmerini beraman-da. Shurda bor originallardan berasiz. Shu aytganlar. Ha. Keyin İBG'm mesela mening 100 minglik vajadi, buni ham 75 ming qilib beraman deb aytdim. Keyin yana bir vajini aytib o'tayim. Bu yerda dim qimmatam bor-da. Dimmi? Ha. 13 vaji. Ining buni ko'ring. Troyami? Troya degan vayni. Adı. Mesela ining qarang. Bunda 1 metrliki, bunda 1,5 turibdi. Bunda 1 metr. Chiqib razmerlari borini, bular hozirgi kunda narxi 250 mingda hamma shu 220 ming sotib turibdi. Men bular 200 ming so'mdan qilib beraman. 200 dan berasiz. Ha, 200 ming so'mdan qilib beraman. Ha, keyin bunda qizil ranglari bor. Qizil rang hozir sal taqib turibdi-ku, masalan. Hamma ochiq rangga o'tib turibdi. Agar bularni xolida odam bo'lsa, menda koridor, dalollari ba'zi qizil olib turibdilar qo'yadi. Albatta. Buni men 180 ming so'mdan qilib beraman. Keyin o'zgarib o'tirishmi yo'qmi? O'zgarib, realiy narxi. Молодец. Bu o'zlari mening qalin 100 ming, 105 mingdan qilib beraman. Qalin vazn. Bular 75 ming so'mina. Buniki 140 ming so'mina qizil vazn. Koridorlar adım zo'rina. Bang. Ha, lekin istishligi yo'q-ku, Troydan sal minroq ekan. Ha, sal minroq, lekin materiali zo'r. Ha, kimni avvalni qonlarimiz ham boyang. Avvalni. Ha. Avvalni kerak bo'lsa, lekin avvalnida ko'ri sifati zo'rlarni oldirganmiz. Bular ham 200 ming so'm bo'lib turgan. Hozir 140 ming so'mdan qilib beramiz. 1,5 kvadrati masalan men orqalarini ko'ring, zashtiqqa saq vazini. Ha, ko'pchiligi shu skidkada turibdi-da. Nashun deganda hamma razmeri, to'liq razmeri yo'q-da uni. Oho, bu yoqda kam kuni viborlar. Ha, bu yoqda gilamlarimiz hozir bular ham bir ko'rsatib o'tamiz. Avralinlarni. Mana viborlar, obunachilar chalim kerak bo'lsa. Bu yoqda yana gilamlar turibdi-da. Buning ichida 105 minglik gilam ham bor, 250 minglik gilam ham bor yana. Zo'b o'ynab ketgan shonang. Ha, hammasi-da. Masalan, bu 105 minglik gilam. Bu 250lik gilam. Bular ham tushib beramiz yana. Bu 200 minglik gilam yana. Troya emasmi? Troya. Narxlarni ko'rib, taxlab, ana bo'lsa arzon, ana 55 ming deb ko'rsatdim-ku boshida. Bo'lsa. Ha, shuni gilamida. Buni bak 55 ta deysiz, 40 mingga to'g'rilab berib qo'ydi. Yo'q, 40 mingga, 50 mingga to'g'rilab qo'yadi. 45 ana. Yo'q, o'zi narxnomasi zo'r lekin. Zo'rmi? 45 ga bersangiz lekin zo'r oladi. Bir g'olini beramiz yaxshi shuni. Berasizmi? Ha. Молодец. Ana kim endi razmeri to'g'ri kelsa, shuni ko'radilar-ku ba'zi videoda. Xudo xolasa ko'radi-da, screenshot etib olsa. 45 mingdan bitti shunda. 45 mingdan kvadrati masalan. 10 kvadrat olan 20 kvadrat ochamiz, razmerini ko'ramiz, beramiz. Ha, shunda 45 ming so'mdan boshlanadi. Keyin qarang yana. Troya deb hozir endi adini ko'rib tursiz-ku. Sifatli va bunda yana 3 dona Troya turibdi yana. Gilamdan bular masalan 3,5 5 mi 6 mi bir ochib ko'rish kerak. Shu hang. Ha. Ining. Bunisi bilan bunisini Troya 200 ming so'mdan qilib beraman. Hamma joyini aylanib ko'raveradilar. Keyin bunda bir dona qolgani bor. Ben bunu 170 ming so'mdan berib beraman. 170? 170 ming so'mdan. Bu ham Troya. Bir dona qolganda uni sheriki yo'q. Shu geldan keyin o'zgarmasangiz bo'ldi, u da turibmandan. Yo'q, o'zgarmaydi. Qo'shib berasiz. Realiy narxlar. Endi bizda toza tovarlarimiz ham ko'p yanda. Endi mendan bizani ne только Xorazm, Urganch yo Nukus kuzatadi. Bizda O'zbekiston bo'ylab kuzatadilar-da. Bo'ldi bu. Bir olib borib berish necha bo'ladi masalan viloyatlarga dostavka? Hozir shu narxdan chiqarib berib bo'ladimi? Buni ham yo'lini qilamiz havo. Ulan endi agar chiqarib beriladigan bo'lsa, mashina berib beramiz, o'zlari olib qolaveradi. Ularning bo'yindan narxi, yo'l puli, dostavka puli, to'g'rimi? Ha. Xo'p.
Şimdi ko'proq qazal ekan o'zim bo'ynimga ham olishim mumkin. Ha, ob'yom kattaroq bo'lsa. Ob'yom katta bo'lsa masalan. Endi sizlarda vibr ko'p, assortiment ko'p ekan, bir optimchi bir ishlashadigan odamlar bo'ladigan bo'lsa. Ha. Narxlarni manaki optimchi ishlashadigan odamlar uchun ham xudo xolasa bir ayrim skidkalar qilasizlar. Agar optim oladigan odam bo'lsa, shu aytib turgan narxlarni yana 5% tushib berib bilaman. Gap yo'q. O'zi bu yerda do'konda hamma vajimizni 10% ko'p-ko'pmiz. Yana 5% ni tushib beraman optim oladigan bo'lsa. Endi qarang, kavralini ko'rsatib turadim-ku. Bunda yana toza kavralini oldirib ko'pman. Ko'ring materialni. Bular yerda oddiysi emas-da, ya'ni 50-60 ming so'mlik kavralin emas, 110 ming so'm bu. 100 ming so'm sotilib turibdi. Endi xudo xolasa biz uni 90 mingdan sotamiz. 90. Ava, tozaga emas, lekin pulini tushirtibmiz. 90 mingdan yana razmerlari bor. Bularning kichkinasi 80 sm, eng kattasi 4 metrda. Kanalga obunachilar birindan bilasizlar, kanal, kameramiz nima kanal. Imlatgan vaqtimda kanal dönadi. E'tibor bersizlar. Yana poni dönib turibdi. Buni arzon variant ham bor ekanda, lekin bular arzon emas, bular o'zi bomst arzon. Arzon variant ko'rsatsak demak, shunda bitta farqi uchunmi? Avva, farqi uchun, razisa uchun ko'rsatsak. O'shang. Yine arzon 60 ming so'm yana o'zi bu imlatgan esa sezilib qoladi. Yo'q, bu taqir ekan bu. 60 ming so'mlar. Lekin sveti Paşti gülləri bir-birininkine o'xshaydi-da. Boshqa zavodlarniki bor. Bir xil paşti ishlaydilar, lekin hammasi kiloda, og'irlikda farq qiladi-da. Narxlarida. Hava. Buni chizim aytib berasiz. Bari munomaladan klienti bor bari. Bo'ldi, bu ham shu oxiri qolgan 55 mingdan beri beramiz. 45 dan. 45 to'g'ri keldi, 55 mingdan beramiz. Bo'ldi, zimda. O'zi biza baholarni tushirib yana. Undan kavralillar va galadilar bilan. Ular 110 ming so'm, ular ham shu 90 mingdan qilib beramiz. Ular ham sifati zo'r. Ha, yani göz kemacısı okşaydı, svet okşaydı. Svetleri her xil bordan, galadilar aytibman-ku, bu bilan cheklanib qolmaydi, bizning skalatimizdan bor. Lekin gap yo'q, vibrlar. Hammasini ko'radi, imlayna toza kavralinim geldi. Bularning kvadrati 220 ming so'm. Kavralina to'yasi bang, kavralina. Ha, bular boshqacha, xudo xolasa bular. Gap yo'q lekin. Telefonga javob bera olmaysiz-da. Chisi to'yani qolqinda ekan. Ha, bular ham narxini chiroyli narxda qilib beramiz. Keyin nima aytib berasiz? Aniq aytib keting. 180 ming qilib beraman. Bunda bir kavralinim baynang. Bunda ko'pchilikda yo'q buning. Masalan, mening bemalol mijozlarimizdan gap ko'radi. Ha, ishlari 55 deyanisini eng zo'r o'xshadi, bang. Ha, eng zo'ri bu. Buning kvadrati 160 ming so'm, buni 140 ming so'm, 150 ming so'm o'rtasida sotib turibmiz. Lekin buni ina o'zi tushiramiz dedik-ku baholarni 125 ming so'mga tushirdik. Keyin qarang, buni bir xil qizil bilan oqi bor buni. Oqi bor. Lekin obunachilar to'g'risi o'zim hozir ko'rib turibman. Zishliqinda razisa bor. Gelip görsengizler. Bu kızılı mijozlar xalogan rangini olaveradi. Shunisizni gösterin, zishliqni navbaslar. Kilosi ko'p-da. Zishliqni ponni ko'raverasizlar. Shundan bilsangizlar bo'ladi. Xalogan razmerda qilib beramiz-da. 4 metrligi bor, 3,5, 3, 2,5, kichkinalar ham bor, 81, 1,5lari. Oqi qizilida shuningni bor. Keyin biz 5 metrlik ham olib ko'pmiz. Hozir masalan avvalgi qishloqdagi joylar katta bor-ku. Ava. Yine 5 metrlikim var. Şu materialda. Yine 5. Dalanın üçün hava kızıl renginde aldırık kopma. Hakkını köpçülük döşemiydik o. 5 metrlik böyle. Bıcır Lekin sifat üçün ya 125 ming so'mdan bunu beremiz. Bunu başkaça gülen var lekin. Vergi gülde yine. Yani görsettim ku. Yandan ben tüpürüyorum çekensin dükkanınızda. Sen köp lan. Yok. Şu gülünden hem 5'lik bana. Hazır indi doğrusu yani. Dükkanda sıkmanın sebebine sıkılatta durdu. Mesela kızılından var 5 metrelik fakat kızıl ne için yerine dalan ku. Dalana kızılı getirdi da. Vergi haklarından hem ecayına taşı veredi ana. Spalni mi, kuhna mı, bemalal zal. Şimdi biriniz giyingine eken bir abunaçılar endi yayıp bir çıraylarından göstersek. Mesela gilem yayıp göstersek. Değil mi yaxşı? Şimdi onun elden bir şu bir gazonasının narxını, sifatini danıştırsanız. Buldu. Gazondan 3-4 xil variantı var. Bu en kilosi og'ir variant yana ko'ringadi, zishliqimiz orada. Buni nosini qarab olish kerak. Zishliqini? Zichang shu zishliqni. Havoning imlat o'rsini ko'ribmiz sening. Orasi ko'rinmaydi. Orasi ko'rinmaydi. Bu 140 ming so'm, orasi ko'rinmaydani. Orasi ko'rinadanlar 110 ming so'm. Bomuladan balandligi. Hozir sklatda turibdi. Bosh qilib, ha? Bor. Buni chizim aytib berasiz, yaxshisini. Oxirini aytavering. O'zi bu gazon degan uning baholar belgilanmaydi, o'zi bir xil bahoda turadi-dan bu. 140 ming so'm. Shundan 5 ming so'm tushib beraman. 35. 135 ming tushib beraman. Eng lekin kilosi og'ir varianti klientlar keladi-ku. Solishtirib ko'radilar. Mijozlar uchun narxlarni chiroyli qilib qo'yamiz. Yine bunda size arzonli gilami bor deb aytdim-ku. O gilamidan meni 55 ming so'm turadi kvadratida.
Svet ham yaxshi svet ekan, keramikdan svet ekan. Ava, shuning rang qizil, moloshli, har xil ranglari bo'ladi bularning. Mana eng kichkina razmeri nechik, eng ulug' razmeri nechik? 3x4. 3x4. Kattasi 4x7. Chiqib topiladi. Ava, bu boshqacharoq qolgan. Shu narxda. Yo'q, buning narxi 65 ming so'm. 65. Ava. Bularning narxlarini endi to'g'ri aytib aytaman sizga. Ava. Buniki 60 ming qilib beraman, oxiri. Fidenikini 50 ming qilib beraman. Endi iloji bo'lsa odam bilan aytsangiz, klientlar odam bilan keladi-da. Shu sag'ni g'olisi ko'rsatib, oddlari har xilda. Sizlarning mening pechatlari bormi ham boshlarida birlarida? Yo bularniki nima? Etiketkasi bor. Etiketkasi bormi? Ava. Shu bizchalar etiketkalar bilan ko'rsatsak, obunachilar. Emirat degan g'oli 3x4,5 yana ana yerda metrajini ko'rsatib o'tdim, yodingizda bo'lsa. Bular 100 ming so'm sotilgan majlar. Bularni o yerda doroshkalari bor, gilamlari bor, razmerlari bu 3x4,5 bo'lsa, boshqa razmerlar ham bor-da. Skladni qaraymizni aytamiz, 75 ming so'mdan qilib beramiz. Bularning? Lekin uning narxi bozorda ham hech qaysi magazinda ham yo'q. Keyin qizil gilamlardan mijozlar uchun hamda qizil. Bularning kvadrati bular zo'rvat 110 ming edi. Ining aytdim-ku, keyin buni 90 ming so'mdan qilib beramiz yana. Bunda kavralellari bo'lsa shu yerdan, bular tayyor gilamida. Gilamlarning ham rangi bor, kavralining ham rangi bor, har xilda. Gap yo'q. Svet ham yo'q turganlarning kilometr. Bunda meni kavralinini oq rangi ham bor-da buni. Shu narxang? Ava. Sifati bir xil rangi. Keyin hozir hamma Atachenko gulsiz bo'ylan qilib tutdi-ku. Bu ham tushadan kavralin gilamlarimiz bor. Однотонный. Ava, kelingadi, uni ham bir ko'rsatib o'taman. Hozir ham aytib turarsan, u kengroq ugroq ekan razmeri. Keling, bu yerda turibdi, unda turibdi anan. Ular narxi necha so'm bo'ladi? Bularning narxlari ham shu 90 ming so'm. 92 ava. Bergisi qimmatroq. Hammasini kelib bir ko'radilar, keyin gaplashib, qaytaga tortar ekan lekin. Chiroyli narx qilib beramiz. Hozirgi kunda ham moda chiqdi-da endi. Lekin skol. Bu gilamning zo'r vech 3,5 4,5 degan razmeri qolgan. Qolgan. Ava. Boshqa razmeri yo'q. Shuning gul chiroyli, lekin buni ham shu narxini 75 ming so'mdan qilib beramiz. Shuni 75 ga berasizmi? Ava. Shunday razmeri kerak odamlar maqanga telefon qiladilar, chaqirib zo'r. Olaveradilar 75 ming so'mdan. Masalan, men Rossiyada o'tiribman. Masalan, ya Qozog'iston, Rossiyada o'tiribman. Sizga chiqdimman. Ag'a, menga falan so'mlik, falan metr kvadratli g'olingiz yoqdi, shuni tashlab berasiz. Shuni uyini olib borib berib bilasizmi? Ava, olib borib beraman. Pulni masalan kartangiz ammo farqi yo'q. O'sha tashlasalar. Yo'q, xunni xizmatlarimiz bor. Telegram, WhatsApp bor, Xudo xolasa, va shu telefon qiladilar, men nomerlarimni aytaman. Ekranlarda qoldiramiz, obunachilar bemalol murojaat qilaverasizlar ekan. Shunga telefon qiladi, dastlabki qilib beramiz. Yine aytaman sizga, shaharning ichida 2 million nasta qilib beraman. Rayonlara 5 million nasta qilib beraman. Gap yo'q. Masalan, ozgina masalan 7 ming qolishi mumkin. Ya durra degan gaplar, kredit, o'shanlardan chiqadi. Yo'q, endi bizada o'zi narxlarni tushirib ko'pmiz, faqat naqd sotamiz. Dim endi agar shuning boladan bo'lsa, o'zlar mijozlar bilan bir gaplashib ko'ramiz. Masalan, men 10 millionlik tovarlardan bo'lsam, 2 million, 3 million, 7 ming qolishi mumkin. Kelishib bilasizlarmi shuni? O'zaro bir gaplashamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Keyingi mening o sochaqli, sochaqli qalin g'oli, ya'ni aytdim-ku, 150 ming, 130 ming deb hamma sotib o'tiribdi. Shuning narxlari o'rtasida men 105 mingga beraman deb turibman-ku. 105 mingdan beraman. Shuningdan masalan, bu yerda metraji bor, bu yerda masalan 1,5 g'olalari bor. Qo'ja pecha ko'raverasizlar. Bu 3x4 o'xshaydi. 3x4lik. 3x4, 3x4. Pecha to'ran tarafda ekan. 105 mingdan beri beramiz. Yana yeyavering og'a, bizlar ham ko'raveramiz. Qani bu tarafda ko'radigan bo'lsak, Allura degan ekan. Allura Collection. Hozir pechatlari Sagzo g'olisi, qalin, yaxshi sifatli g'oli, qizil g'oli, ko'pchilik 105 dan qilamiz desak. 105 ming so'mdan qilib beramiz og'a. O'zi sanoqli g'olisi bor, shundan qilib beraman. Endi bu g'olilar ening buni oxirgi narxini aytaman men. Bemalol ko'raveradilar. Sag'ni g'olisi ening bemalol zal, talan, hamera döşidilar. Ko'pchilik endi ochiq so'z zalda döşidi. 125 ming so'mdan qilib beraman. 125. Ava, qalin bu. Sag Prado degan g'oli. Prado degan, yaxshi kilsin shunda, to'g'rimi? Havo sifat. Qani bir ko'ralik zishliqini. Ajoyib. Zishliqam sifati, tovoni bletskin ham gap yo'q. Ip qarag o'rtavach ko'rsatib, biz bunda sal qonroq vajanim ko'rsatamiz. Na, sifati yaxshiroq, qimmatroq. Hang, shuni. Lekin narxlari tushirilgan. Arzonlashtirilgan. Masalan, mening ko'ring, 3x4,5 ekan buniki ham. Hozir 3 metrliklardan aytib turibmiz-da sizga. Hozir zilli sag'g'oli. Qolinligini ko'ralik ham. Yo'qni yaxshi bilan qolin ko'pang.
Ko'p qalang bu. Hozir endi siz telefonda masalan Troya bilan bir desak ham bo'ladi ekanmi? Sal kam. Pasti shu pastroqdan. Sal kam Troya bilan bir desak ham bo'ladi bu narsalar. Mana dizaynlari bor bu Zilinang. Har xil. Endi borini havo shu 140 ming so'mga tushirib qo'yibmiz falan. Zillar 140 ming so'mdan. Yaxshi qilasan narsalar. Ajoyib. Xo'p, keyingisini chiqindi bu. Bundan yashil svet toza chiqqan kelammi men. O. Go'kini ko'rdim, moviy qosh svetini ko'rdim. Bu yashil svet yangilik zakazatib toza oldirdim-da. Endi ko'pchiliklari bunday rangni ham so'rashadi. Xolasa bundan qilib oladilar. Bular boshqacha va. Bular narxi sal oshkoroq lekin. Aha, necha? Bular 200 ming so'm. Bu döşəyinimizin chiqindi, xudo xolasa. Buni razmeri 3x4. Aha. Bular ham shu kvadrati 200 ming. Aha. Biza 180 ming, 170 ming adım satganmiz buni. Hozirgi kunda men o'zi sizga 160 ming so'm deb aytaman. Shuning narxidan beramiz. Xudo xolasa 160 ming so'mdan. Bularning razmerlari har xil. Kichkina 3x4dan 4x7, 4x8 adım var, 3x7, 3x8. Hem ne standart razmerlarni ham oldirib qo'yman. 3x6, 3x6, 3x8, 3x7 degan qolalar. Hamma razmeri bor. Bir qator telefonni so'raydilar. Hamma ham oldirmaydi. Emasdan tayyorgilar. Hamma ham oldirmaydi uni. Chunki assortiment ko'p qilish kerak-ku. Aytma bera masalan hali bularimiz skromniy, akkuratniy однотонniy qilishdi ekan. Endi aytmang qapman sizga bu tidagi high-tech variant ustundagi ham shunday. Hozir oboylar, atachenkolar shunday bo'lib turibdi-ku. Remote ham bitta shunday necha so'mdan hozir. Bularning narxi bir xil emasini. Biz u gulina qarab baho aytamiz. 160 ming so'mdan qilib beramiz. 260 atib berasizsan. 160 ming so'mdan hammasini oladi. Ranglari har xil, razmerlari har xil. Keyin bularni o'zlariga qo'shadigan doroshkalar ham bor. Masalan, dalana döşedi-ku. Koridoruna, doroshkasini döşedidan gilamni girgan yerine qo'yadi, ya to'rina qo'yadi, defa pol, pas pol deydi, dalana. Shu ajisini bir yoyib bo'ladimi shu ajisini? Shu o'rtada turganni bir movinimi? Moviy turib chiroyli turibdi. To'g'ri bo'ldi, yaymi? Mening moloshnya osmon svet bir gradient bo'lib ketgan mana ichkina. Bu toza chiqqan svet bu. To'g'risi o'zimga qiziq bo'ldi hozir. Bo'ldi. Ko'rali, razmerini chiqmani, narxini chi? 3.5. 3.5. Bu 3.5. Bu Troya, şu sak firmanın özelliği bu bizde de. Bari boshqacha turadi o'ng ko'zdan. Bu endi havo toza chiqqan, xudo xolasa. Zallara asa klientlar. To'g'risi solidniy bir 3.5. Bir dana xonasini yapadi, agar yo'q, meni zolim katta deydigan bo'lsa 2 danani beramiz. 5.7 bor, 5.8, 5.7 zallara to'g'ri keladi. Hozir ko'pchilik laminat ham qilib turibdi-ku. Xullas topib berasizlar. Razmerlarni topamiz. Endi bunlar ham qimmat vajlarimiz bor, arzon bor. Bir qator keladilar, ko'radilar, hammasini narxlarini chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Har xilsidan bor bu narsalar. Bom qimmatlar ham to'qishdan. Bu ham Troya, endi har xillari bor. Tiyindagi guli bor, bu bor, keyin yana boshqacha gullar bor. Sizlar bir ko'ring. Agar ustuna chang, bir kir oladigan bo'lsa, ichine girammi mana? Savol. Girmaydi. Men shuni aytayman, qo'lim bilan italab turibman, orasi ochilmaydi tuqimini. Keyin Shahrux yana 2-3 g'olini yoyib ber. Orasini o'zini nima qilgan? Orasini o'zini bir chang, bir lishniyoch girmaydi ekan-da. Shulasi ko'pdan bularni, boshqa g'ollarga nisbatan og'ir vazdan. Shuning hisobiga girmaydi-da bunda. Kerak emas, o'rsi yotib ham qolmaydi. Shunda necha atib beramiz dedik, buni oxiri. Buni kvadratini oxirini aytaver. Oxirgi bahosini 220 atib beraman bularni. Takizini o'rganmaymi? Yo 200 mingdan aytdim-ku, bu yandaylarni qilib beraman, yana ko'rsatdim, razmerlari bor. Ana 170 ming qilib beraman dedim, bundan ham bu yanda metrajini ko'rsatdim. Shunda bom Troya qang. Troya bir xil. Prosta bir dana qoldi dedingiz. Sifati birebir tushadi shu bilan. Gap yo'q. Prosta bir dana qolgani uchun. Keyin bo'ysan 10 million ochiq savdo etadigan odam bo'lsa, masalan, bir joyni döşetaman degan odamlar ham ko'p-ku. Bir plan. Toza joy oldi. Ya o'zi ko'na joyini remont qildidan bir plan qilajak. Dalan, zal, spalni, kuxnya döşeyecek. Hoca 10 milyon, 5 milyon bu bo'ladi, 12 milyon bo'ladi o'zina qarabda. Shu 10 millionni o'tgan odamlar şimdi bir dana podarkaga qo'shib beramiz. Xo'p, buni endi qo'shib bermang, bu pulni qaytib bera qo'ying desa necha yo'ladi? Farqi yo'q bizga. Xolos, pulni qaytasiz? Necha so'm o'zi bu gilam? Narxi 400 ming so'm turadi. 400 so'm qaytasiz. 10 million pulini beramiz. 5 million necha so'm qaytasiz? 5 million bo'lsa, shunda yarımini qaytib beramiz, 200 mingdan. Gap yo'q. Xudo xolasa dastavkalari mut. Dastavkalari mut ava. Lekin shu aytib turibman-ku, 2 million 5 millionning 2 milliondan o'tsa shara qilib beramiz, 5 milliondan olsa rayona qilib beramiz. Olgan vaziyatga qarab gaplashaveramiz-da.
Menimcha fikirlardan yerlari bo'lsa, doğrusu sizning magaziningizda obzor qilamiz desak, ozanadan yurimiz ekan bu yerda doğrusu. Endi hozir ko'rsatadi amajlar ko'p. Shuning o'zlari masalan keladilar, ko'radilar, narxnomasi haqiqatda talabga javob beradi. Keladilar, bemalol boshqa magazinlardan ham solishtirib ko'rib olishi mumkin. Xullas obunachilar, bugun sizlarga SAG gilamlari magazinidagi SAG g'olli haqida shulardan ma'lumot berdik. Bemalol qiziq oladigan bo'lsa, kelib ko'rishingiz mumkin, o'zingiz baho beraverasizlar yoki dostavka qildiraman desangizlar, ekranlarda ko'rib turgan telefon nomerlari orqali bog'lanib, screenshot qilib Telegram yoki WhatsAppdan tashlab, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Uya podarka sifatida ham olib boradilar obunachilar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling obunachilar.